keyin zamonlarning buzilishligi, odamlar shirkga mukkasidan ketgandan keyin hattoki Baal degan nimaga sajda qila boshlagan vaqtida, duo qila boshlagan vaqtida butga, Baal degan butga duo qilagan vaqtida Alloh subhanahu va taolo Ilyos alayhissalomni yuborib, shunga duo qilishlik durust emas ekanligini tushuntirishlik uchun yubordi. Lekin qavm qanaqa qilib uni kutib oldi. Ilyos alayhisalomni ikki qo'llab, xudoylarning ustida oshlarni yezib, mehmon qilib kutib oldimi? Ilyos alayhisalom yaxshi kelibsiz, to'g'ri aytyapsiz, Baalga sajda qilishga bo'lmaydi, duo qilishga bo'lmaydi deyshdimi? Yo'q. Yolg'onga chiqarishdi. Hatto o'ldirishlikka nima qildi? Qaror qilishgan vaqtida Ilyos alayhissalomni payg'ambarni o'ldirishlikka qaror qilgan vaqtida ko'proq rivoyatlarga ko'ra Ilyos alayhissalom shahridan qochib tashqariga chiqib ketdi. Vaqtafa deydi va yashiringanicha ketdi degan ekanlar. Endi Alloh taolo biladi. Ba'zi boshqa rivoyatlarda 10 yil tashqarida shu vaqtdagi zolim podshohning muddati o'tish davrigachayin tashqarida yashadi va u podshohdan keyingi podshoh uni hurmat bilan shaharga kirgizdi degan gaplarni aytgan edik. Mana undan keyin Ilyos emas, Alyasa alayhissalomni ham qissasini Alloh taolo zikr qiladi. Lekin bular haqida ko'p bayonotlarni va shularning tarixlarini bizga ko'p gapirmagan. Ammo Qur'onda kelganligi uchun aqalli shay, ya'ni eng kamida biz shu kishilarning ismlari va kim bo'lganligini tanib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ilyos alayhissalomdan keyingi kelgan payg'ambar Alyasa ibn Adi, ya'ni nasabi. Kimning nimasi deydi, kimdan kelib chiqqanligini o'rganishlik. Yasa demak ibn Adi. Bu Yusuf alayhissalomning zurriyotidan deyishgan ekan ba'zilar. Yusuf alayhissalomning zurriyotidan degan. Va ba'zilar esa Harun alayhissalomning zurriyotidan degan. Musa alayhissalomning akasi Harunning zurriyotidan edi. U Ilyosning amakisini o'g'li edi deydi. Ilyos alayhissalomning amakisini o'g'li Alyasa alayhissalom payg'ambar bo'lgan edi. Alloh taolo Qur'onda bizga buni ismini zikr qilib, va Ismoila val Yasa'a va Yunus va Luta va kullan faddalna alal alamin. Ismoil alayhissalomni, Alyasa alayhissalom, Yunus, Lut alayhissalom, bularning hammasini biz olamga afzal qilib qo'ydik. Ya'ni payg'ambarlik bilan ortiq qildik dedi. Vazkur Ismoila val Yasa'a va zal kifl va kullun minal akhyar. Siz Ismoilni, Alyasa'ni va zal kifl payg'ambar, uni o'tdik avval. Mana shularni eslang, Qur'onda zikr kelgan, shuni zikr qiling deyapti. Va bularning hammasi axyor, eng yaxshi kishilardan edi deb Alloh subhanahu va taolo mana shu ikkita oyatni bayon qiladi. Biri An'am surasida bo'lsa, biri Sod suralarida ismlarini zikr qilib o'tadi. Bu payg'ambarlardan keyin, bu payg'ambarlar zamonidan ancha muddat o'tgandan keyin Bani Isroil, Musa alayhissalomning qavmi ko'paydi. Avval ular 600 ming adad chiqqan bo'lsa, endi 1 milliondan ham ko'p adadga yetdi ular. Va yer yuziga tarqaldi. Va ularning ichida payg'ambarlarni ularning ichida gunoh ishlar ko'payib, hatto kufrga ham bora boshladi. Haliga aytdik, mana Ilyos alayhissalomning vaqtida Allohni qo'yib Baalga duo qilgan bo'lsa, undan keyingi davrlarda yana undan boshqa nimalar paydo bo'la boshladi? Gunohlar paydo bo'la boshladi. Hattoki ularning ichidagi eng ashaddiy, eng yomon gunoh nimaga yetib keldi? Ular o'zlarini gunoh ishdan qaytarayotgan payg'ambarlarni o'ldirishga keldi. Ularning ichidagi yomon gunoh o'zlarini yomon gunohlardan qaytarayotgan payg'ambarlarini nima qilar ekan? O'ldirishlik. Bani Isroil. Subhanalloh. Hatto ular bir kunda 3 ta payg'ambarni ham o'ldirishdi deydi. Bir kunning ichida 3 ta payg'ambarni ham o'ldirishgan kunlar bo'lgan ekan. Bir zamonda Alloh subhanahu va taolo bir vaqtni o'zida bir necha payg'ambarlarni yuboravergan ekan. Bizlar Yasin surasini o'tgan vaqtimizda nima dedik?
Va fa'azzaznahu bisalisin, biz uni 3-chi payg'ambar bilan madadladik. 3-chi payg'ambarni yubordik dedi-ya. Yasinda o'tgan edik. Demak, bir vaqtning o'zida 2, 3, 4 payg'ambarni Alloh subhanahu va taolo yuboradi, lekin bu Bani Isroil bir vaqtni o'zida 3 ta payg'ambarni ham o'ldirishgan ekan. Hatto bularning o'zi Sahra degan bir nimasi bor. Yahudlarning hozirgi kunda ham haligi nima qilib ibodat qilib turadigan Sahra deydi. Mana shu joyda 70 ga yaqin, taqriban 70 ga yaqin bo'lgan payg'ambarni o'ldirishgan ekan. Bani Isroil. Alloh subhanahu va taolo bular payg'ambarlarni o'ldirayotganligining tarixini Qur'onda tasdiqladi. Mumkin emas, qanday payg'ambarni o'ldiradi? Alloh subhanahu va taolo shuncha payg'ambarni o'ldirsa ularga azob yubormadimi? Qanaqa qiladi deb odam aqliga sig'dira olmayapsa, Qur'on buni tasdiqlayapti. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Birinchisi, sizlarning nafslaringlar la tahva xohlamaydigan narsalarni payg'ambarlar olib kelganda, odamning ko'ngli nafsi, havoyi nafsiga to'g'ri kelmaydigan, og'ir keladigan narsani olib kelgan vaqtida istakbartum. Birinchi inson nima qilar ekan? Kibrlanar ekan. Qo'y, uni qabullamayman u narsani der ekan. Odamda kibr paydo. Birinchi haqni qabullamaslikning sababi kibr bo'lar ekan. Manmanlik, burnini o tepaga ko'tarishlik, mana shu narsa paydo bo'lar ekanda insonda. Yoki bo'lmasa haligi odamni yosh bola sanashlik. Sen mendan kichkinasan u deydi-da. Yoshing kichkina, men bolam bilan tengsan, seni gapingni olamanmi deydi mana. Bizni shuncha ota-bobolarimizni gapi qayerda qoladi deydi. Qilib kelgan narsasi qayerda qoladi deydi. Kibrlanishlik paydo bo'ladi. Yoki bo'lmasa men sendan ko'ra dunyovandman deydi. Meni dunyoim ko'p bo'lib turib senga ergashamanmi deydi. Mana shu ko'ngillariga nima qilmagan, xohlamagan narsani payg'ambarlar olib kelgan vaqtida kibrlanishdi. Istakbartum, sizlar kibrlandinglar. Fa fariqan kazzabtum va fariqan taqtulun. Payg'ambarlarni bir to'dasini yolg'onga chiqarib aytgan bo'lsanglar, yolg'onchi bu payg'ambar emas desanglar, bitta to'dasini bo'lsa o'ldirishga o'tib ketdinglar deydi. Qur'on bayon qilyapti. Bitta qismini yolg'on, bu payg'ambar emas deyishgan bo'lsa, bitta qismini bo'lsa nima qilishdi? Ulardan kimlarnidir shu Bani Isroil o'ldirishgan ekan. Kana Banu Isroil, payg'ambar alayhisalom aytadi. Kana Banu Isroil tasusuhumul anbiya, kullama mata nabi qoma nabi. Bani Isroilni payg'ambarlar boshqarardi deydi. Bani Isroilni faqat payg'ambarlar boshqargan. Bir payg'ambar o'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'rniga boshqa bir payg'ambarni yubordi. Biz yuqorida gapirib o'tdik, Yusha ibn Nun alayhisalomni davrida podshohlikni ham o'zi boshqargan va din, shariat, mana bu payg'ambarlikni ham o'zi boshqargan. Lekin Yusha ibn Nundan keyin bo'lingan podshohlik Yahuza ibn Yaqub alayhisalomni Yahuza degan bolalarni qo'liga o'tib ketgan. Payg'ambarlik esa o'sha Yaqub alayhisalomning o'g'li Lavining zurriyotidan payg'ambarlar chiqargan. Falamma qatalul anbiya, ular payg'ambarlarning o'ldirib, mana shu gunohlar kuchaygandan keyin Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni endi yubormadi. Payg'ambar yuborilishi to'xtatildi. Payg'ambar yuborsa o'ldiryapti. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir jazo berdi ularga. Ularga bergan jazosi zolim podshohlarni Alloh subhanahu va taolo ularga yubordi. O'zlarining ichida o'zlariga zulm o'tkazadigan podshohlarni Alloh subhanahu va taolo yubordi. Shuning uchun qaysi bir mamlakatda podshoh xalqga zulm qilyapsa, xalq ham tushunish kerak. Demak, xalqning o'zida ham gunoh borki, Alloh taolo unga zulm o'tkazadigan podshohlarni nima qilib qo'yar ekan? Yuborib qo'yar ekanda. Ana demak, Alloh subhanahu va taolo ularga shunaqa podshohlar yubordi. Ularni o'zlariga zulm qilardi, qonlarini to'kadigan podshohlarni yubordi. Keyinchalik borib, undan ham holat og'irlashdi. Og'irlashgani boshqa tarafdan endi dushmanlar tarafidan ularga hujumlar paydo bo'ldi. Bani Isroilga demak payg'ambarlarni o'ldirdi, payg'ambarsiz qolishdi.
podshohlari bo'lsa o'zlari zulm qilishga o'tib ketdi. Podshohlar zulm qilib turgan vaqtda boshqa tarafdan ham kelayotgan Bani Isroilga hujumlar boshlanib qoldi. Hatto Bani Isroilning Quddusga kim olib kirgan edi? Kim olib kirgan edi Bani Isroil? Yusha ibn Nun Quddusga olib kirgan edi. Yusha ibn Nun Quddusga olib kirgan edi Bani Isroil. Qaytadan Bani Isroilni Quddusdan quvildi. Gunoh qilgan edi, vatansiz qoldi. Gunoh qildi, payg'ambarlarni o'ldirdi, Alloh subhanahu taolo ularni yana sarson qildi. Haligi joydan nima qildi? Quvildi. Bularni shunaqa Bani Isroilning bir podshoh keldi. Tarixda 4 ta podshoh mashhur nom olib qolgan podshohlardan biri, zolim podshohlardan biri Buxtanassor degan. Buxtanassor, Namrud, Buxtanassor, mana shunga o'xshagan podshohlar tarixda nima qilgan? Nomi qolgan podshohlar. Mana shu Buxtanassor degan podshoh keldida, bularni shunaqa so'ydi, shunaqa o'ldirdi Bani Isroilni va shahardan Quddusdan quvib chiqdi. Bani Isroilni u yerdan quvilganidan keyin ham tashqaridan talon-tarojliklar boshlandi. Keyin bular bir urushlarga chiqadigan bo'lsa, bularning bir tabuti bor edi. Bani Isroilning tabuti ko'tarib yurar ekanda. Jang bo'ladigan bo'lsa, jangni oldiga hali tabutni qo'yib qo'yar ekan. Tabutni ichida nima bor edi? Yashik sandiqcha. Shu sandiqchaning ichida nima bor? Sandiqchaning ichida Ali Musa bilan Musa alayhisalom va Harun alayhisalomning qolgan shulardan qolgan narsalar, savuti, qilichi, kiyimi, shunga o'xshagan narsalarni savagan edi. Haligini ichiga, tabutning ichiga. Va yana ba'zilar aytadi Musa alayhisalom hassasi va Musa alayhisalomga berilgan Tavrat kitob, Alloh tomonidan Turga borib turib kitob olib kelgan edi Musa alayhisalom, al-Wah deydi, lavha deydi. Men shu narsalarni hammasini tabarruklab, bu Alloh taoloning bergan bir mo'jizasi, Musoning hassasi bu. Ular shirk keltirishlik uchun emas, unga ibodat qilish uchun emas, lekin haqiqatdan ham bir hurmat qilishib turib, shu narsalarni tabutning ichiga, sandiqchaning ichiga joylab olgan edi. Va haligi kiyimlarini va hassalarini va Tavratni savagan edi. Alloh subhanahu taolo tarafdan berilgan narsalarni. Jang bo'ladigan bo'lsa va ba'zilar ichida man, ali Alloh taolo o sahroda yurgan vaqtida ularning bobolariga tushirgan man degan narsalar bor edi-ku. Birovlar shirinlik, haloviyat, mevalar degan bo'lsa va birovlar boshqa narsalar aytgan edi. Ana shu mandan ham ichida bor edi deydi. Haligini ichida turgan edi, saqlangan. Urush bo'ladigan bo'lsa, urushda eng oldiga olib chiqib qo'yardida, haligilar Alloh biz bilan degan narsani eslab Musa alayhisalomga mana shunaqa narsa bergan va u g'olib kelgan. Biz bilan Alloh subhanahu taolo degan bir ana shundan o'zlariga ruhiy bir kuch olishib turib, haligi narsani o'ylashib, janglarda qayerga borsa shu yengib keladigan bir xislati bor edi ularda. Ammo amaliq degani gavdalari ham juda ham katta, juda ham haligi qo'pol xalq bo'lganligi uchun qo'llari uzun-uzun, shuning uchun ularni amaliq deb ismlangan ekan. Shunaqa bir qavm keldida, bular bilan jang bo'lgan vaqtida bularni yengib, bularning tabutini, sandiqchasini olib ketib qoldi. Bani Isroilni, payg'ambarlarni o'ldirib yotgan Bani Isroilni yengdi-da, sandiqchasini o'zlari bilan olib ketdi. Haligin. Buni eshitgan Bani Isroildagi podshoh chiday olmasdan yuragi siqilib o'lib qoldi. Endi bo'ldi, halok bo'ldim, podshohlik ketdi deganida endi. Bo'ldi, xolos, mana shu ketdi, endi qo'limizdan chiqdi dedi-da, yuragi qisilib, hali podshoh o'ldi. Podshoh o'lgandan keyin bular na payg'ambarsiz, na podshohsiz qolib ketdi. Hatto zolim bo'lsa ham ularni boshqarib turgan bir podshoh bor edi. Endi na podshoh bo'lmasa mamlakatda, na payg'ambar boshqarmasa mamlakatda, nima bo'ladi endi xalq? Hamma o'z bilganini qiladi. O'g'irlik ham shu yerda, qatl ham shu yerda, o'lim ham shu yerda, hamma narsa shu yerda. Buni bir boshi yo'q xalq bo'lib qoldi. Keyin amaliqlar bularni faqat shu narsasini olib ketmadi. Amaliqlar bularni ayollarini ham olib ketdi va bolalarini asirga olib ketdi. Shunaqa zo'ravonlik qildi-da bularga, Bani Isroilga. Ana ular shu vaqtda deydi hech kim qolmagan ekan. Ayollardan ham hech bir nima qolmagan, erkak zoti qolmagan. Shuni erkak zoti endi bolalarni hammasini nima qilib ketgan, olib ketgan deydi. Ba'zi tarixlarda, tafsirlarda, rivoyatlarda keladi.
aytadiki, ularning ichida bir ayol qolgan edi, homilador ayol deydi. Shu ayol Alloh taologa duo qildiki, o'g'il farzand bergin Alloh taolo shu xalqni boshqaradigan bir farzand ber deb duo qildi deydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo shu ayolga farzand berdi va Bani Isroilning mana shunaqa tubanlikdan olib chiqadigan farzandni Alloh taolo berdi va buni ismini Shamvel deb ismladi. Shamvel. Shamvel alayhissalom payg'ambar bo'ldi bu kishi. Shamvel Bani Isroil demak podshohsiz yashab turgan bir davrda, payg'ambarsiz yashab turgan bir davrda Alloh subhanahu va taolo ulug' payg'ambar Shamvelni yubordi. Ba'zilar Shamun deyishgan ekan. Shamun. Bu yahudiylarning tilida ko'p Shamun deb ismlanadi. Va arab tilida Ismoil deb ismlangan ekan. Haligi Ismoil alayhisalom emas bu, bo'lak. Shamvel. Bu Shamvel bilan Yusha ibn Nun alayhisalomning o'rtaligidagi vaqt qancha vaqt o'tgan desak, ulamolar aytgan ekanki 460 yil davr o'tib bo'lgan edi shu vaqtda. 4 asr u 5-asrga yaqinlashib qolgan edi. 460 yildan keyin Yusha alayhisalomdan keyin Shamvel keladi. Bani Isroil lamma hazamatumul hurub, endi ular juda ham qayerga borsa yengilib, qayerga borsa bular talam-talosh bo'lib turgan bir davrda Shamvel alayhisalom kelgan edi, payg'ambar bo'lib. Alloh subhanahu va taolo bu kishini yubordi. Mana buni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda qissasini aytadi. Shamvel alayhisalom to'g'risidagi qissani aytadi. Alam tara ilal mala' min bani Isroil min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bani Isroil Musa alayhisalomdan keyin ancha davr o'tdi endi. Musa alayhisalomdan keyin 460 yildan keyin Bani Isroilda xalqini ko'rmaysizmi deydi. Bani Isroil xalqini ko'rmaysizmi? Ular o'zlarining payg'ambarini oldiga kelishdi. Shamvelni payg'ambar qilib yuborgandan keyin Bani Isroil hammasi keldi. Shamvelni oldiga kelishdi-da, bizga dedi bir ichimizdan bir kishini tanlab bergin. Podshoh qilib saylab olaylik o'zimizga. Va Allohning yo'lida bizga zulm qilayotgan qavmlarga qarshi jang qilib urushaylik, o'zimizni himoya qilaylik, ayollarimizni qutqaraylik, bolalarimiz asirga tushib qolgan olib chiqaylik, bolalarimizni vatanimizda o'zimizni hamma u yoqdan kelgan ham talam-tarash qilib, bu yoqdan kelgan ham talam-tarash qilyapti. Shuning uchun bizga bir payg'ambar, bir podshoh saylab ber ichimizdan deydi. Qala Shamvel alayhisalom aytdi ularga, payg'ambari ichida turgan payg'ambar aytdi. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qital alla tuqatilu. Agar sizlarning ichingizdan bitta payg'ambarni saylaydigan bo'lsak-da, sizlarga urush qilishlik, dushmanga qarshi jang qilishlik farz bo'lib qolsa, sizlar urushmaymiz biz deb qochib ketmaysizlarmi dedi. Urushmaymiz deb turib gunohkor bo'lib qolmaysizlarmi dedi. Osiylik qilib yurmaysizlarmi dedi. Ha, Musa alayhisalom borib turib kiringlar qishloqqa degan vaqtida nima deyishgan edi? Ey Musa, sen boraver, Robbing bilan urushaver, biz kutib o'tiramiz deyishgan edi. Yusha alayhissalom kelib turib, Alloh gunohimizni kechir deb kiringlar bu qishloqqa desa, Alloh bizga dam bum ber deb kirishgan edi. Shunga o'xshagan ish qilib yurmaysizlarmi yana dedi. Shunga o'xshagan bir yomon ish qilib qo'ymaysizlarmi deganda, qalu va ma lana alla nuqatila fi sabilillah va qad ukhrijna min diyarina va abnaina. Nimaga urushmas ekanmiz dedi. Nimaga urushmas ekanmiz? Biz dedi Allohning yo'lida nimaga urushmaymiz ekan? Shahar qishloqlarimizdan, vatanimizdan quvib chiqarildik dedi. Shaharimizdan quvib chiqarildik. Vatanimizni olish uchun ham urushamiz bir. Ikkinchisi, farzandlarimizni asirga olib ketgan. Bola chaqamizni ularning qo'lidan asirdan amaliklardan qutqarish uchun nimaga urushmas ekanmiz biz? Bizga dedi saylab bergin, bir podshoh saylab ber bo'ldi dedi. Falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun biz-zalimin. Ularning ichidan bitta podshohni saylab berdi. Ularning ichidan bitta podshoh saylab bergan edi. Ularga urush farz qilingan vaqtida orqasiga qarab qochib ketdi. Urush farz qilingan vaqtida orqasiga qarab qochdi-da, nima qildi ular? Alloh subhanahu va taolo illa qalilan, faqat ozginasigina qoldi. Haligi podshosi bilan. Alloh taolo zolim qavmni biladi deydi. Shamvel alayhissalom bilan faqat 8000 ga qolgan ekan. Milliondan 8000 odam qoldi. Million odam kelib turib urushamiz, sayla,
Nimaga urushmaymiz? Bolalarimiz asrda turibdi. Unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz degan vaqtida saylab bergandan keyin 8 mingga qolgan ekanda. Xalqni iymon shunaqa narsa, iymonlarni mahkam qilish kerak. Sinovlar kelgan vaqtida sinalib, elaklarda tushib ketib qoladi. Shuning uchun iymon kattaroq bo'lsa, elakning ichida qoladi. Tushib ketmaydi-da. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Hali sinov bo'lgani urushni eshitishi bilan qanchasi to'kilib ketdi? 8 ming qoldi. Ozgina qalil, Alloh taolo juda ham oz qoldi deyapti. Keyin endi poshsha kim ekanini aytish kerak endi. Ichinglarda paloncha poshsha emas, 8 ming odamga ham bo'lsa, ichinglardagi poshsha mana deb aytish kerak. Aytdiki, qala lahum nabiyuhum, Shamuel alayhisalom o'sha payg'ambari aytdiki, sizlarga Alloh taolo Talutni dedi. Talutni sizlarga Alloh taolo poshshoh qildi dedi. Talutni Alloh subhanahu taolo sizlarga poshshoh qildi dedi. Talut o'zlarining ichidagi bir kishi. Talut kim? Mana Talutni Alloh subhanahu taolo sizlarga ixtiyor qildi dedi. Poshshoh qildi. Talut ibn Qaysh min zurriyati Binyamin. Binyamin ibn Yaqub. Yaqub alayhisalomning o'g'illari bor edi. Qancha? 11 ta o'g'li bo'lsa, Yusuf alayhisalom bilan Binyamin degan Yusuf alayhisalom ukasi bor edi. Bari payg'ambarlar Yusuf alayhisalomning zurriyatidan chiqayotgan bo'lsa, bu yerda podsho kimdan chiqib qoldi endi? Binyamindan chiqdi-da podsho. Talut Binyaminning zurriyati bo'lib chiqdi. Talut Binyaminning zurriyati bo'lib chiqdi. Ular aytishdiki, butun podshohlik dedi Yahuzaning zurriyatidan chiqayotgan edi. Boshqa Yusuf alayhisalom akalari, boshqa akalari Yahuzaning zurriyatidan chiqayotgan edi. Nimaga kelib bugun dedi Binyamindan chiqadi dedi. Birinchi nima qilgan narsasi ular shu o'zlarining anaqasini surishtirdi. O'zining urug'ini, o'zini ildizini izlayapti. Keyin ikkinchi narsasi ularni poshsho saylab ber deb, Talut sizlarga poshsho degan edi. Aytdiki, qanaqa bu poshsho bo'ladi bizga dedi. Bu faqir kishi bo'lsa dedi. O'zi bir teri ashlaydigan kishi ekanda Talut. Bu bir teri ashlab yurgan odam bo'lsa dedi. Terichi ham poshsho bo'ladimi dedi. Bu bir terichi dedi, poshsho bo'ladimi dedi. Lekin u kishi juda ham alim, juda ko'p narsani biladigan, hikmat bilan ish yurgizadigan va jasadi ham baquvvat kishi ekanda. Xalqni boshqaradigan kishilarda topilishi kerak bo'lgan sifatlar bo'lish kerak ekan. Agar ilm bo'lsa-yu, insonda hikmat bo'lmaydigan bo'lsa, xalqni boshqara olmas ekan. Hikmat bo'lsa-yu, donolik bo'lsa, lekin ilm bo'lmasa, xalqni boshqara olmas ekan. Inson xalqni boshqarish uchun ham ilmli, ham hikmat, ham ba'zida baquvvat ham bo'lishi kerak ekan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga o'xshagan jasoratli kishi bo'lishi kerak ekanda. Mana shu Talutda mana shu narsalar bor edi. Lekin ular aytishdi, yo'q, bizga kerak emas dedi. O'zlari aytdi, ichimizdan tanlab bergin dedi. Payg'ambar tanlab bergan edi, aytishdi, yo'q, bizga bu kerak emas dedi. Hozirgi kunda hozirgi kunga hayron qolasizda. Shu zamonning odamlarimizda baribir. Faqat yevreylar bu yerda, nasoralar bu yerda, biz musulmon bo'lib qolganmizda. Ammo birovlar bizga masjidimizga imom saylab ber deydi. Yaxshi o'qigan ilmli yigitni olib borib mashi imom desangiz, bizga kerak emas bu deydi. Bunaqa o'qigani yo'q desangiz, bizga bu kerak emas deydi. Xullas kalom aylanib borganda o'zlari xohlagan, bir hech narsa bilmaydigan, o'zlari aytganga yuraveradigan bir ichidan bittasini saylamoqchi bo'lib turgan bo'ladi-da u. Ularni aytganini saylab berishimiz kerak-da. Yaxshi ham payg'ambarni xalq saylamas ekanda. Agar payg'ambarni xalq saylaganda unda ko'rardingiz. Biri o'zbeklardan chiqsin payg'ambar desa, biri qozolardan chiqsin desa, bir tojiklar chiqadi, bizdan payg'ambar, bizdan deb chiqadi-da. Yaxshi ham Alloh taolo buni ixtiyor qilgan payg'ambarni yuborishlikni xalqga, bandasiga bermagan ekan. Shunga o'xshab bu din ilmini ham Alloh subhanahu va taolo ahli ilmlarga qo'yib qo'yganiga alhamdulillah.
Bo'lmasa tanlov bilan bo'lganimda indigacha dinimizni topmagan bo'lardik. Shuni o'zida qanchasini yeb qo'yapti odamlar. O'zlarini tanlagan odamlarni qo'yish. Talutni tanlab ber, bo'ldi biz urush qilamiz degan edi, olib kelib tanlab mana Talut deb qo'ygan edi. Payg'ambar tanlamadi uni, Alloh taolo tanladi. Mana shu odam podsho bo'ladi deb tanladi. Yo'q, biz dedi bunga itoat qilmaymiz dedi. Qalu anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Qur'on aytibdi. Nima deydi ular? Ularning gapini Qur'on aytibdi. Qayerdan unga podshohlik bo'lsin unga? Qanaqa podsho bo'ladi bu odam bizni tepamizdan va biz podshohlikka undan ko'ra biz haqlimiz deydi. Podshohlikka undan ko'ra biz haqlimiz. Chunki unga keng dunyolar berilgan emas-u dedi. Sa'atan minal mal, ko'p dunyosi yo'q deyapti, subhanalloh. Podsho bo'lishlik uchun ularga ko'p dunyoga qarab o'tirdi-da. Shunda payg'ambar aytdiki, innalloha astafahu alaykum va zadahu bastatan fil ilm wal jism. Vallohu yu'ti mulkahu man yasha vallohu wasi'un alim. Alloh taolo sizlarni ustinglardan shu Talutni tanladi dedi. Istafa tanladi. Alloh taolo tanladi, men emas deyapti. Alloh tanladi. Va uni jism ilmda unga kengchilik ilmning ko'p ziyoda qildi Alloh taolo. Basta keng ilmni Alloh unga ziyoda qilib bergan dedi. Ko'p narsani o'rgatdi Alloh unga. Va jismini Alloh taolo baquvvat qildi. Alloh mulkini, podshohligini xohlagan kishisiga beradi. Allohning ilmi keng. Alloh taolo biladi uni nima uchun unga berayotganligini, biz bilmaymiz uni, deyapti-da. Shunday deb javob berdi. Ular aytishdiki, nima bo'lsa bo'lsin dedi, biz urushmaymiz ham, unga itoat ham qilmaymiz, podshoh deb nima qabullamaymiz dedi. Subhanalloh. Payg'ambarga aytgan edi, payg'ambar olib keldi. Olib kelganidan keyin nima qilishyapti? Qarish chiqdi. Keyin Shamvel alayhisalom aytdiki, agar mo'jiza olib keladigan bo'lsak, shuning podshoh ekanligiga mo'jiza olib keladigan bo'lsak, itoat qilasizlarmi dedi. Qanaqa mo'jiza deydi. Agar shuna mo'jiza olib keladigan bo'lsa, itoat qilasizlarmi? Qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Payg'ambari ularga aytdiki, agar uning podshohligiga mo'jiza olib kelinadigan bo'lsa dedi. Mo'jiza shundan iborat. Mo'jiza ay shu vaqtda Amaliklar tortib olib qo'ygan tabut dedi. Shu tabutni olib chiqib urushlarda jangni oldiga qo'ysanglar, Rabbingiz tarafidan sizlarga sakina, xotirjamlik, qalbinglarga bir xotirjamlik tushardi dedi. Va u tabutda Ali Musa va Ali Harun Musa alayhisalomning qoldirib ketgan qoldiq narsalari bor edi dedi. Mana shu tabutni osmondan farishtalar ko'tarib tushsa hozir, buni sizlarga mo'jiza qilib, mana shu narsaga sizlar endi uning podshohligiga iymon keltirasizlarmi dedi. Tabut osmondan shunday tushadi. Qachonlar uni olib ketib qolgan Amaliklar. Shuni farishtalar olib kelib osmondan o'rtasiga olib tushadi haligan. Shuni olib tushsa, buni chindan ham Alloh tanlabdi, nima podshoh qilib tanlabdi deb shunga yurasizlarmi dedi. Inna fi zalika la aya lakum, bu sizlar uchun katta mo'jiza emasmi agar sizlar mo'min bo'lsanglar dedi. Ular aytishdiki, mayli qani ko'raylikchi dedi. Ko'raylik shuni ham dedi. Shunday turishdi, farishtalar tabutni ko'tarib tushdi. Osmondan tabut shunday o'rtasiga kelib to'xtadi. Subhanalloh. Haligi yo'qotgan tabut tushdi. Sanduqcha. Bular Talutni podshohlikka rozi bo'lishdi. Arang podshohligiga shunchadan keyin rozi bo'lyaptilar endi. Endi qana jang bo'lar ekan? Endi bular ketyapti jangga. Falamma fasala Talut bil junud qala innalloha mubtaliikum binahr faman shariba minhu falaysa minni. Yo'lga chiqib ketayotganida Alloh subhanahu va taolo
Ko'rib turibdi bularni. Yana bir sinov beray dedi. Talutga endi 8000 odam endi itoat, bularni yana bir sinab qo'yay dedi Alloh taolo. Ancha yurishdi bular. Dushmanga qarab, Qudusga qarab, Amaliklarga qarab, jangga qarab ancha yurib, raza chanqagan edi. Alloh taolo bir imtihon qilmoqchi bo'ldi-da, aytdiki, bir dengizni yonidan o'tdi. Anharni. Aytdi, bu anhardan dedi hech kim suv ichmasin dedi. Sinov shu. Hamma suv sep turib. Hech kim suv ichmasin. Kim suv ichadigan bo'lsa, biz bilan jangdan chiqib ketadi endi. Biz bilan jangga bormaydi dedi. Qoladi. Sinovdan o'tmagani shu ekanda. Va man lam yat'amhu fa innahu minni. Kim ichmagan bo'lsa biz bilan qo'shilib boradi dedi. Ichgan odam qoladi, ichmagan odam boradi. Illa man ightarafa ghurfatan bi yadi. Faqat qo'li bilan bir nima deymiz buni? Hovuch. Bir hovuch suvni ichgan odamga ruxsat ekan. Bir hovuchgagina ruxsat berilyapti. Ana endi sinov. Fasharibu minhu illa qalilan minhu. Hammasi yopishib suvni ichdi. Faqat ozgina odamgina ichmadi. Podshoga hech kim itoat qilmadi. Hammasi yopishib suvni ichdi. Faqatgina ozgina odamgina ichmadi. Ichmagan odamlarning soni endi 8000 ning ichidan qancha qoldi? 313 ta qoldi. 8000 odamning ichidan 313 ta odamgina ichmadi suvni. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, Buxoriy rivoyat qilgan Bara ibn Azibdan, kunna ashabu Muhammad natahaddath anna idda ashabi Badr ala iddati ashabi Talut alladhina jawazu ma'hum al-bahr. Biz deydi Payg'ambar alayhisalom aytayaptiki, Muhammad alayhisalomning ashablari Badrda qatnashganlar deydi. Soni Badrda qatnashganlarning soni xuddi Talutning adadi suvning ichmaganlarning adadi bilan teng edik degan ekan. Badrda 313 ta odam qatnashgan. 313 ta bo'lsa, bularning adadi ham xuddi shu bilan tenglab chiqargan ekanda. Bizning adadimiz shu Talutning suvda ichmasdan o'tganlarning adadi bilan teng edik degan. Demak, 313 tasi suvni ichmasdan podshoga itoat etdi. Qolganlar hammasi orqaga qaytdi. Hammasi qaytdi. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Endi ular Talut alayhisalom va unga iymon keltirganlar Shamuel alayhisalom barisi nima qildi? O'tdi suvdan. O'tganidan keyin ular aytishdiki, bizni bugun dedi Amaliklarning podshosi bor edi va eng gavdasi ham katta, juda odam qo'rqadigan dahshatli kishi Jalut deb ismlanar ekan. Shu askarini boshqaradi. Biz bugun dedi Jalutga va askarlariga qarshi urushga kuchimiz yo'q dedi. 313 odam nima ish qilamiz dedi. Nima qilib beramiz endi? Biz qaytaveraylik dedi. Ular ham nima qilyapti? Taraddudlanish, ikkilanib jangdan orqaga qaytishga harakat. Qolallazina yazunnun, ichidan ba'zi iymonli kishilar chiqdi-da aytdiki, Allohga yo'liqishlikka umid qilib turgan odamlar aytdiki, kam min fi'atin qalila g'alabat fi'atan kaseeratan biiznillah. Qancha ozgina jamoat chiqib turib, Alloh izn bersa, ko'p jamoatlarni yengib qo'ygan dedi. Ozgina jamoat chiqadi-da, ko'p jamoatlarni Alloh taolaning izni bilan yengadi. Shuni bu mana shu oyatlar juda Qur'onda juda ko'p takrorlanadi. Qancha kam jamoat ko'p jamoatni yengdi. Qancha kam jamoat ixlos bilan, iymon bilan Allohni, haqiqiy Alloh degan jamoatga Alloh taolo o'z nusratini tushiradi. Ba'zida inson ko'chaga qaraysiz. Tashqariga chiqasiz. Chiqsangiz fasod, hamma yo'q buzg'unchilik, hamma yo'qda ichish, chekish, hamma yo'qda to'y, tantana. Qarasangiz bir siz g'arib bechorasiz. O'ylaysizki, yo masjidga kirib, quflanib yotish kerak, yo shularga o'xshab yurib ketish kerak deb o'ylaysizda. Bu men bir o'zim nima narsani o'zgartira olar ekanman deysiz. Ay shu vaqtda mana shu oyatlar sizga ko'makchi bo'ladi. Qancha ozgina jamoat
ko'p jamoatlarning ustidan g'olib keldi deyapti. Iymon zaiflashmaslik kerak ekan. Ozgina meni berayotgan darsim nima bo'ladi bu Qozog'iston shuncha joyga? Ha buni men ham to'xtatib qo'yay demaslik kerak ekanda odam. Uni to'xtamasdan Alloh subhanahu va taolo davom ettirsa, berib borilaversa, inshaalloh Alloh uchun faqat xolis niyat durust bo'lsa, bu albatta g'olib keladi. Agar niyat buziladigan bo'lsa, u vaqtda hammasini Alloh taolo yo'qqa chiqaradi. Kam min fi'atin qalilatin g'alaba fi'atan katin vallohu ma'as sabirin. Alloh taolo sabr qiluvchi kishilar bilan birga dedi. Walamma barazu li Jalut va junudihi, ular shunday qilib kun belgilandi, jang qilinadigan kun. Jalut Amaliklardan Jalut askarlari bilan kelyapti va bu yoqdan Talut nima bilan va Talut o'zining askarlari bilan kelyapti. To'qnashadigan vaqt. Shu vaqtda bular duo qildiki, Robbana afriq alayna sabra, ey Alloh bizga sabrimizni to'liq qilgin. Va sabbit aqdamana, qadamlarimizni mustahkam qil. Vansurna alal qawmil kafirin, kafir qavmlardan bizni g'olib qilgin, bizga nusrat ber dedi. Jang boshlandi. Burungi vaqtdagi janglarni bilasizlar. Bu tarafda dushmanlarning askarlari saf tuzib turadi. Bu tarafda yana boshqa askar saf turadi. Va jangdan avval eng shu askarlarning ichidagi baquvvat degan pahlavoni o'rtaga chiqadi. Pahlavon o'rtaga chiqadi. Bu tarafdan ham shunga to'g'ri keladigan, shun bilan bellasha oladigan bir kishi chiqadi-da, ana shu yerda yakkama-yakka qilishbozlik bo'ladi. Qaysi taraf yengadigan bo'lsa, yengilgan tarafning ma'naviyati, ruhi pastga tushib, ular ha bizni eng pahlavonimizni yengib qo'ygandan keyin biz kim bo'pmiz ularning oldida degan narsa ularning askarlarining nima tarqalib ketishliklariga ko'p sabab bo'ladi. Mana ular shu yo'sinda, xuddi mana shu uslubda jangni boshlashdi. Jangning eng birinchi yakkama-yakka qilishbozlikka chiqqan kishi Jalut nima qildi chiqdi. Jalut haligi Amaliklarning eng zabardast, eng pahlavon askarboshi podshosi o'zi chiqdi. Shunday chiqgan edi, bu yoqda turgan Bani Isroilning ruhi tushib ketdi. Haligini ko'rishi bilan bunaqa gavda, bunaqa endi ko'rganda ado bo'ldi endi. Shundan keyin shunday Talut alayhissalom bularni yana qochib ketmasin deyapti-da. Ey, qo'rqmanglar, Alloh biz bilan, Alloh bizga nusrat beradi. Kim chiqadi Jalutga degan edi Talut alayhissalom. Kim chiqadi Jalutga deganda hech kim indamaydi. 313 ta odamning bittasi gap ochmayapti. Talut alayhissalom yana, "Ey odamlar, kim chiqadi yakkama-yakka qilishbozlikka, Jalutga kim chiqadi?" deganda hech kimdan nido ham yo'q, sado ham yo'q-da. Keyin aytdiki, kim chiqadigan bo'lsa dedi Jalutga, men unga dedi chiqqandan keyin endi o'ldirsa-da, o'ldiradigan bo'lsa, unga o'zimni qizimni beraman dedi. Kim chiqadigan bo'lsa unga o'zimni qizimni beraman va mendan keyin podshoh deb tanlandi. Ya'ni bu o'zicha tanlanmadi, Alloh tomonidan tanlangan narsa. To'g'rimi? Alloh istafahu alaykum, Alloh sizlarning ustinglarga uni tanladi dedimi? Demak, podshohlikka merosxo'r bo'ladi u dedi. Mendan keyin podshoh shu bo'ladi dedi. Kim chiqadigan bo'lsa, unga mana shu narsalar beriladi dedi. Shu vaqtda yoshi 16 yoshda deyshadi tarixda. 16 yoshdagi bir yigit oldingi safga bardavom bo'lib haligi qadamlarini yerga urgan holda chiqdi. Kichkina 16 yoshli yigit. Bu esa Davud alayhissalom edi. Davud alayhissalom. Men chiqaman dedi. Shundan keyin bor dedi. 16 yoshda. Shunday Jalutning oldiga kelganida tizzasidan tengib. Shundan keyin aytdiki, "Ey bola" dedi. "Qayt orqangga, men seni o'ldirishni xohlamayman" dedi. "Sendan boshqasi yo'qmi?" dedi. Degan edi Davud alayhissalom jasoratni qarasangiz, aytdiki,
sen meni o'ldirishni xohlamasang, men Alloh uchun Allohning dushmanini o'ldirishni xohlab turibman dedi. Men Alloh uchun Allohning dushmanini o'ldirishni xohlayapman dedi. Haligi odam qarab turgan edi. Bizda burunda nima deydi buni? Bunday narsaga tosh solinadi. Palahman deydimi? Palahman. Mana shu Davud alayhisalomning tirikligi ekanda. Bunga toshni solib, aylantirib qo'yib yuborsa, tosh borar ekanda, tegar ekan. Davud alayhisalom o'ta mana shu bilan shug'ullangan kishi ekanda. Qayerga atadigan bo'lsa, ko'zlagan meshinga borib tegmasdan tushmas ekan. Davud alayhisalom haligi palahmanini aylantirayotganda Jalut hayron bo'lib, nima qilyapti mana deb qarab turgan edi. Ichidan tosh keldida, qoq ikki ko'zining o'rtasiga, peshonaga tegdi-da, Jalut qulab o'ldi. O'rnida quladi-da, til totmasdan o'lib qoldi. Subhanalloh. Buni ko'rgan Jalutning askarlari 16 yoshar bola shu ishni qilgan bo'lsa, hozir qolganlarning hammasi bu palahman. Buning hammasida palahman bor deb qochib qoldi-da. Subhanalloh. Alloh taoloni bularga solgan qo'rquvda, dushmanning qalbiga solgan qo'rquv. Bularning ichida dushmanlar timtiraqay hammasi har qayoqqa qarab qochdi. Fahazamuhum biiznillah. Alloh taolo aytadi. Allohning izni bilan ularni mag'lubiyatga uchratdi. Va qatala Davudu Jalut. Davud alayhisalom Jalutni o'ldirdi. Va atahullohul mulka val hikma. Alloh unga mulkni, Talutdan keyingi mulkni unga berdi. Va hikmat, payg'ambarlikni ham berdi. Ham podshoh, ham payg'ambar bo'ldi. Bu qachon tarqab ketgan edi? Yusha ibn Nun vaqtida tarqab ketgan. 460 yildan keyin Alloh taolo ham podshohlik bilan, ham payg'ambarlikni bir kishiga berdi-da. Demak, Yushadan keyin zamonda bo'lmadi. Nimada Davud alayhisalomga Alloh taolo ham podshohlikni, ham payg'ambarlikni berdi. Va allamahu mimma yasha. Alloh taolo unga o'zi xohlagan narsalarni ta'limini berdi. Nima ekanini aytamiz keyingi darslarda. Walaula daf'ullohi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafazatatil ard walakinallohu zu fadlin alal alamin. Demak, Davud alayhisalom Talutning qiziga uylandi va mana shu mulklarga ega bo'ldi. Talut vafot etganidan keyin Davud alayhisalom podshoh bo'ldi va uning qo'lida podshohlik bilan payg'ambarlik jamlandi.